Bugungi mashinamiz Labo mashinasi. Bularga furgon xizmatini qilib berganmiz. Ramo to'lovni xizmatlarini ham qilib berganmiz. Ramodan ochilik qilib, ichiga ponni boshdan oxirigacha profil tiqib, ochib, yana boshqatdan zavodga qilib kirashtirib berganmiz. Endi bundan buyog'iga Labo'ning furgonini obzorini ko'rishingiz mumkin. Davom etamiz. Neobычный furgon bo'lib chiqqan, ko'rishingiz mumkin. Balandligi 1.20 bo'lgan. Eshiklarimiz qalinligi 5 qalinlikda bo'lgan. Profillarimiz 1.7 stenkadan yig'ilgan. Har doimgidek chetlari alyumin zaklovkalar o'rib akkuratni qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bamperlarimiz bo'lgakada har doimgidek gabarit chiroqlar qo'yib berganmiz. Eshikni qo'yadigan fiksatorlar qo'yilgan. Eshikni qo'yadigan fiksatorlar qo'yilgan. Zamoklar turbalar har doimgidek nejaveka rossiyskiy qulf kalitli. Ko'rishingiz mumkin. Mashina orqadan ko'rinishi. Bamperlarimiz har doimgidek shiroki bo'lgan. Yoniga akkumulyatorga yaxshi qilib berganmiz. Mashina ichiga keladigan bo'lsak, ichi qola list bo'lgan. Qora list qilib berganmiz poliga. Ichlari pon, alikafon, zapaskalarni qotirib berganmiz. Tom qismi ochiq. Kimga agar shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, avtobot 571 ga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.